Yengilligini qarang. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi mavzuyimiz oyoq kiyimlar. Ya'ni zamish va setka oyoq kiyimlarida olishlikda nimalarga ahamiyat berish kerak, shu haqda gaplashamiz. Xo'p, birinchi oyoq kiyimimiz zamish O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Oyoq kiyim olishlikda joyiga qarab olinsa yaxshi bo'ladi. Misol ishxonaga, davlat ishida ishlaydigan yoki bo'lmasa savdogar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa mol bozoriga kiyishi mumkin yoki bo'lmasam o'qituvchi bo'lishi mumkin va hokazo sohalar. Endi o'sha sohasiga qarab olinsa, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga bunday deyapsiz desiz? Xo'p, zamishda ham 5-6 xili bor. Bu ham zamish, bu ham zamish. Bu terili zamish bo'lsa, bu terisi zamish. O'zidan materialni chiqargan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam boshqacharoq, ya'ni setka bo'lishi mumkin. Setka oyoq kiyimi bo'lishi mumkin. Xo'p, buni ahamiyati shundaki, ko'proq kiyadiganlar, misol deylik, o'qituvchilar ertalabdan obedgacha kiyishi mumkin. Yoki bo'lsa davlat xodimlari ertalab 7 dan kechki paytga 11 gacha kiyishi mumkin. Mayli sozlik bo'ladi, aqabor, baqabor bo'lib, to o'sha uyga borgungacha 11 bo'lib ketishi mumkin. Bunaqangi insonlarga, bunaqangi zamish bo'ladimi, teri oladimi, setka oladimi, imkoniyati boricha egiluvchanligi, bukiluvchanligi qulay bo'lgan oyoq kiyim olsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, zamish oyoq kiyim tepasi o'zbek tilida gapirilgan karafan deb ataladi, lekin padojlari juda baquvvat, padojlari yengil, poliuretan padojdan qilingan. Mana ahamiyat berishlaringiz mumkin. Mana bunaqa joylari ham hali qo'yilmagan, o'zi bilan quyilgan. Bu padojga yopishtiriladi. Mana ichlariga ham materialni qilib terlamaydigan mahsulotlardan qo'yilgan. Mana ichlari ham keng, razmerlari ham to'liq razmerda shakllanadi. Bularimiz razmeri 39 dan 43 gacha bo'ladi. Bemalol misol 39 43 desa 43 razmeriga bemalol loyiq bo'lib tushaveradi. Xo'p, yana bitta narsasi, xo'p, bu oyoq kiyim yengil. Misol o'sha ertalab 7 dan to 12 gacha, kechki soat 12 gacha kiysa ham bo'laveradi, oyoqni toliqtirmaydi. Bu zamishimiz ham terilik, yengil, bukiluvchanligi ham yaxshi, lekin mana oyoq kiyimga nisbatan og'irroq ishlangan. Shu sababidan misol o'rtacha, misol 7 soat, 8 soatlik ishlarga yaxshi aytadi. Nimaga uni deyapsiz siz? Misol oyoq kiygandan keyin yuraverganda kengayadi, osilishi mumkin, o'tirganda osilishi mumkin, vez tushib, oyoq kiyimga yuk tushadi. Misol yengilroq bo'lsa, yukni to'g'ri taqsimlaydi, hali oyoqni og'ritmasligini oldini oladi. Hop, yana bitta oyoq kiyimimiz setka oyoq kiyimi. Hozirgi kunda rosa urib bo'lyapti. Bu 60 ming so'mlik oyoq kiyim. Xo'p, 60 ming so'mligi ham bor, 150 ming so'mligi ham bor, 250 ming, 350 ming so'mligi ham bor. Faqat o'sha ba'zi birda aytishadiki, 350 mingligini ko'rsatadigan bo'lsak, ya buning qimmat ekan, setkalar arzon bo'layotibdi, u bo'layotibdi deyish mumkin. Misol bunaqangi oyoq kiyimlar hali yosh kattalarga, misol jaydari holatda mos kelishi mumkin, lekin buni misol davlat ishidagilar uncha-munchasi olmasligi mumkin. O'shuning uchun eng arzonni ko'rsatayotganimiz sababi misol jaydari, misol nimaga bo'lsa kiyib ketadigan odamlar uchun mos kelgan oyoq kiyim. Xo'p, keyingi oyoq kiyimimiz sal bagatiyroq bo'lgan. Bu ham setkali. Bu 165 ming so'mligi. Misol klassik holatda ham, misol rangli kiyaman, misol libosimga moslab olaman deganlar uchun mos keladigan oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Bunimizning narxi 155 ming so'm. Buni qora sveti, yashil sveti, yashil svetlari, ili tomni sini. Tomni sinisini ham ko'rishlaringiz mumkin. O klassik holatda juda chiroyli bo'ladi. Klassik shimlar bilan ham zo'r aytadi. Mana munchli qilib ishlangan. Bu hali podyomi yo'q bo'lgan oyoqlarga bemalol tushadigan poyabzalimiz hisoblanadi. Xo'p, ichlari terili bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Alohida o'sha terilarni qo'ygan, alohida mana pastlariga ham mana terili mahsulotdan tayyorlab qo'ygan. Mana ahamiyat berishlaringiz mumkin. Tagidagi chami ham teri qilib ishlangan. Asosiy oyoqda tegib turadigan joylari ham mana tovonlari, mana tovonlariga asosiy teri mahsuloti. Xo'p, tonisini oyoq kiyim. Xo'p, juda misol kiyimga ahamiyat beriladi. Har doim ahamiyat beriladi. Mol bozorida ishlaydigan ham kiyimga ahamiyat beradi, davlat ishida ishlaydigan, u yuqori lavozimda ishlaydigan ham ahamiyat beradi. Odamni avvalo o'ziga bog'liq. Ba'zi paytda men uchun kiyim muhim emas deyishi mumkin, lekin kiyim muhim deydigan odamlar juda ko'p. Bu nima? Insonni tartibli ko'rsatadi, nimaga deydi?
o'zini obro'si uchun ham, o'zini hurmat qilishligi uchun ham, pokiza bo'lib yurish uchun ham kiyinib yurish kerak. Hop, Tommy Sini oyoq kiyim, yana bir bor aytaman, 155 ming so'm, ichlarigacha terili, setkali. Bu klassik fasondagi uslub hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. O'sha klassika shimlarga ham juda chiroyli aytadi. Hop, yana bunaqangi setkasi bor holatdagi oyoq kiyimlar ham bo'lishi mumkin. Bular endi ko'proq triko holatidagi, pasi bomali trikolar, sport holatidagi oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Buni olishlari mumkin. O'shanaqangi sportikalar bilan bemalol kiysa yarashadigan oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Bunimiz narxi esa 165 ming so'mdan bemalol O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor. Bites orqali yetkazib berishimiz mumkin. Hop, yangi oyoq kiyimimiz bu klassika hisoblanadi. Bu o'sha jinsi holatda hozirgi misol o'sha ipli shimlarimiz chiqyapti. O'sha shimlarimizga ham juda mos keladigan oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Bu oyoq kiyimimiz 169 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Hop, keyingi oyoq kiyimimiz o'zi terili, Xitoy fabrichni. Mana bitta tikilishlariga ham ahamiyat berishlarini so'raymiz. Uzoqroq, mana misoldan bir xil odamlar bor, yillik kiyaman deydi yoki bo'lmasa mavsumiy kiyaman deydi. Misol bitta olganimda 4 xil, 5 xil olaman, 2-3 yil aylantirib kiyaman degan insonlarimiz ham bo'ladi. Endi o'sha 2 yil, 3 yil kiyib, misol kategoriya qilib variant qilib olaman degan odamlar bo'lsa, bemalol mana shu oyoq kiyimni olishlari mumkin. Bitta o'sha yoz bo'yi bitta kiyadi, keyingi yilga ham bemalol kiyadigan oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Ichlarigacha terilik, ko'jalari ham juda ishlangan, toza ko'jadan qilingan, havo o'tkazishlari ham zo'r, mana stechni qilib, mana teshi qilib ishlangan. Faqat endi yomg'irli holatlarga aytmasligi mumkin. Yomg'irli kunlarda kiyishni tavsiya bermaymiz, lekin yozgi kunida O'zbekiston havosida yomg'ir yog'ishi deyarli yo'q deb o'ylayman. O'zimiz ham ko'p kuzatganmiz. Mana yo'llariga ham ahamiyat beringlar. Alohida nima qilib tikib, chiroyli qilib ishlangan. Buni o'sha padojlarini baquvvat, sal o'sha oyoqni botmaydigan, mana ichlarigacha teri qilib ishlangan. Buni bemalol oyoq terlatib qo'ymaydi, olishingiz mumkin. 270 ming so'm O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Mana skrinshot qilib olish uchun mana ko'rsatib qo'yapman. Buni hozirgi kunda ko'proq misol yosh kattaroq 45 dan o'sha 60 gacha bo'lgan insonlarga sotyapmiz, lekin hada u yaxshi mahsulot hisoblanadi. Har doim sotiladigan o'sha har qanaqa o'sha pol klassika, klassik uslubdagi razmerlarga, kiyinish uslublariga bemalol tushaveradi. Yana qaytarib o'taman, 275 ming so'm dastlabki xizmatlarimiz bor butun O'zbekiston bo'yicha. Xo'p, iloji boricha ahamiyat berishlarini so'raymiz. Libosga moslab, libos holatiga moslab oyoq kiyim olinsa, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Oyoq kiyimlar haqida ma'lumot bergan bo'ldik. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yana qanaqangi kiyimlar haqida ma'lumot beraylik yoki bo'lmasa narxlari haqida ma'lumot beraylik. Pastga kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Like bosinglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.